hozir shu nonini oldiga kirib shuni ko'rib chiqing. Keyin o'zim yana chiqaman, xo'pmi? Biza sizga singlimizni xohlagan paytda haydab, xohlagan paytda olib ketishga bermaganmiz. Kuyov bola odamda subut bo'lishi kerak. Boshda qanaqa va'dalar bergan edingiz? Tinchlikmi? Voy aka, assalomu alaykum. Voy aka, qachon keldingiz? Kelganingizni bilmay qolmiz. Nima bo'pti bu yerda? Mana Aka, qo'lingizni bilan bering. Yo, yaxshimisiz? Rahmat. O'tiring bemalol. Kuyovlarni payg'ambarlar siylagan. Nima bo'pti bu yerda? Tinchlikmi singlim? Siz bemalol gaplashib turinglar, men opamga qarashib olaman. Yo, hammasi yaxshi. Prosta o'rtada ozmuncha gap qochuvdi shunga. Nima, gap qochsa sirazi uyga haydab borish kerak deganimi? Senga kim ruxsat berdi men turganda gapirishga? Biz singlimizni qul qilib bermaganmiz-ku, qachon qayerga borishi, nima kiyishi, kim bilan uchrashi, hamma narsani taqiqlab qo'yar ekan. O'chir ovozingni olma senga. Kuyov, ming bor uzr. Ozgina tarbiya berishga adashgan ekanmiz. Qiyshu qo'rg'ada nima deysan, to'g'rilikni sindirib qo'yishingiz mumkin. Yaxshi chiqsa aka. O'tiradi unaqa holat. Malika, bu yoqqa kelmabdi o'tir. Menga qara. Sani qanaqa kiyim kiyishing, qayerga borishing, nima ish qilishingni ering hal qiladi, sen emas. Ering seni rashk qilyaptimi? Demak, seni qizg'anyapti, yaxshi ko'rar ekan. Oila muqaddas, sen ham qarg'asa quloqingni, ursa yelkangni tutib turasan. U xonadondagi gapi bu yoqqa olib kelmagan. Tur narsalarni yig'ishtir. Mana ozgina ishlarim bor edi, ilohim. Ojroq.